Assalomu alaykum ustakalar va gruppamiz kuzatuvchilari. Asakadagi yana bir ishimizni yakunladik. Bu taraflarini oq, qora, sariq bo'ldi. Fasoni zinapoya fasonida. So'qillari ham devor liniyalarini ham mana chiroyli qildik. Mana ko'rinishlar. Mana bu yerga manzara yopishtirar ekan devoriga. So'qillarni qilib berdik. Mana chiroyli qilib atrofdagi ramkalarni chiqarib, go'zal qilib chiqarib berdik. Mana bu holasi mana mustahkamligiga ham kafolati bor.